Qamishdan yasalgan nayda kuy chalish san'ati qadimdan mavjud bo'lib, bu qo'lbola musiqiy asbobdan ijodkorlar, rassom va xattotlar umuman nafis san'atning u yoki bu yo'nalishda faoliyat ko'rsatgan noyob iqtidor sohiblari ko'proq foydalanishgan. Qadimlardan yurtimiz Markaziy Osiyoning qalbi bo'lgan yurtimiz Buyuk Ipak yo'li chorrahasida joylashgan bo'lganligi uchun ham dunyoning sharq va g'arbida bo'lib turgan o'zgarishlardan hamisha boxabar bo'lganligi uchun hamisha intiluvchan bo'ldi. Har qanday o'zgarishlarga ijobiy qarab, ijodiy yondashgan. Shu xattotlik bobida yangidan yangi xat turlari kashf bo'lgan. Shunchalik qo'lyozmalardan tashqari xalq amaliy san'atini barcha jabhalarida ham bu uyg'unlashib ketgan. Hatto devor bezaklarimiz ham aslida xatdan kelib chiqilgan. Ustoz xattot O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Habibullo Solih ijodiy ustaxonasida bunday ohanglar sehri tez-tez taralib turadi. Usta qadimiy qo'lyozmalarni naqshin bezaklar bilan uyg'unlashtirib yozish san'atini alloma shoirlarimiz Zahiriddin Muhammad Bobur hamda Alisher Navoiylarga xos betakrorlikda ko'radi va bu nafis san'at turiga kunda bir yangilik kiritishga harakat qiladi. Eng yuqori minbarlardan 2007-yilda e'tirof etilgan ibora bor. Islom olamining intellektual qatlamining 78%ni O'zbekiston hududidan chiqqan allomalar tashkil qiladi degan so'zni o'zi kifoya. Shunga munosib avlodlarni ko'rib, bugungi kundagi imkoniyatlardan foydalanayotganlardan ruhlanib biz xizmatga hamisha himmat kamarini bog'laganmiz. Kamoliddin Behzod nomidagi Memorial bog' muzeyida tashkil etilgan ko'rgazmadan xattotlik namunalari bilan birga mutafakkir shoirlarimiz Zahiriddin Muhammad Bobur va Alisher Navoiy ijodini aks ettirgan san'at namunalari ham o'rin oldi. 15 ta miniatyura asarim bilan qatnashdim. Lakli miniatyura. Yana hajmi ham boshqa bir asarlardan kattaroq hajmlarda, laganchalarda, yana bir pano uslubida. Mana shu o'tgan ustozlarimizga ularni qilib o'tgan ishlari, hayotlari, mana Bobur bobomiz davlat arbobiligidan tashqari yana san'atga, ma'rifatga, madaniyatga juda katta e'tibor bergan. Mana Bobur bobomizga bag'ishlangan kattalagan, bullagan o'ymakorlik hunari bilan birga miniatyurani omoqda qilingan holatda bir go'zal qilib ko'rsatishga harakat qildim. Chinakam san'at namoyishi tusini olgan mazkur ko'rgazmaning ahamiyatli tomoni ilk marotaba rangli tasvir yo'nalishida o'z ijodiy qarashlarini namoyon etayotgan yosh rassomlarning ishtirokiga keng o'rin berilganidadir.